videoni kechgacha ishlaydigan onajonlar uchun yarim kunda tayyorlasa bo'ladigan bir haftalik menyuni tayyorlashni o'rgataman. Birinchi ishimni oddiy tuzli suvga va tuxumli suvga 2 xil xamir qilishdan boshladim. Orada achigan qattiq va qaymoqlarni qozonga solib, gazga qo'yib go'shtni mirovkadan chiqazib, 3 xil idishga bir xil qilib bo'lib oldim. Kotlet va golubtsiga mirovkadan chiqazilgan piyoz, chuchvaraga bosib, mayda to'ralgan piyoz soldim. Men uchun eng sevimli ziravorlardan biri bo'lgan milliy taomlarni hammasiga bemalol ishlatsa bo'ladigan universalniy spetsiyadan soldim. Buni o'quvchilarim tayyorlashni bilishadi. Golubtsining ichiga guruchmas bulgur soldim. Qanaqa qilib tayyorlaganim opisaniyada siz uchun to'liq yozib qo'yaman. Orada durda tayyor bo'ldi. Durdaning retseptini bundan oldingi videodan topsangiz bo'ladi. Chuchvarani xamirini ham yupqa qilib yoyib, qizim bilan birga tugib oldik. Oxirgi ishim shu qatlama bo'ldi. Qatlamani ham xamirini yupqa qilib yoyib, margarin surib, videoda ko'rsatilgandek o'rab olamiz. Bu jarayonni olish uchun meni bir kun vaqtim ketdi. Sizda bo'lsa yarim kun vaqt yetadi. video yoqqan bo'lsa like bosib, yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying va videoni kechgacha ishlaydigan onajonlarga yuborib qo'ying.